Bismillahirrahmanirrahim. Qo'rqitib emas, qiziqtirish orqali diniy tarbiya berish. Xadicha Kubra Tungar. Diniy tushunchamiz diniy hayotimiz bilan birdek bo'lmasa. 10. İnsanning tadrijiy takomillashishidagi yaratilish programmasiga nazar solsak, muhim 3 mezgil borligini ko'ramiz. Birinchi mezgil bo'lsa 0-6 yosh oralig'ini o'z ichiga olgan taqlid mezgilidir. Bu mezgilda har vaqt bola ota-onasining qilgan har bir ishini kameraga o'xshash siniga oladi. Qayerda gap qilib, qayerda sukut qilish, nima deyish kerak, qandoq o'ltirib, qandoq muomalada bo'lish kerak, qatorliq ko'plagan farqli ko'rinishlar bola tarafidan ongsiz bir mexanizm orqali singa ilinadi. Bu singa ilishlar shunchalik muhimki, bolaning xarakterining 85% bu xotirasida saqlash sababli paydo bo'lgan his-tuyg'ulardan shakllanadi. Başdaki 6 yılda başlanan asasının keynidən ikinci qatılgan 6 yıl təlim-tərbiyə mezgilidir. Bala ata-anasıga örnek algan görünüşlerini turmuşda bir sınashga başlaydı. Ularga o'xshash gap qilishni, o'ltirishni, turishni, harakat qilishni xohlaydi. Shuning bilan birga bu mezgil balaning xarakterini va shaxsiyatini o'ttirib chiqarishga boshlagan mezgildir. Keyin tahqiq mezgili o'zini ko'rsatadi. Başta taqlid qilib, keyin ta'lim mezgilini 5 ta o'tkazgan bola 12 yoshidan keyin bütün esida qolganlarni o'zlashtirishga va o'zining qimmat qarashidan o'tkazib qabul qilishga boshlaydi. Cho'ng bo'lgandimi, ta'sirini ko'rsatgan kishilik endisini xuddi qatqan bir simga o'xshash bu mezgil shakllanadi. Xalq orasida balog'at kelish mezgilidagi tanqonsizlik deb ta'riflangan bu qarasizlik holatlari aslida kichik bir qurutning kepinakka aylanish ko'rinishidan boshqa bir narsa emas. Mana bu bütün basqıçlarının hammasining asosi başdaki 6 yilda shakllanadi. Pedagoglarning oltin chog' deb ataydigan bu mezgilini oltin qilgani kishining asosliq ulini shakllantirganligi sababidandir. Tarjim qiluvchi Sharofat Olimjon, Bolalar taraqqiyot tarbiyasi kasbi o'quvchisi. Xadicha Kubra Tungarning qo'rqitib emas, qiziqtirish orqali diniy tarbiya berish nomli kitobidan tarjim qilindi. Davomi bor.